Assalomu alaykum o'rtoqlar. Men Sabir o'sha aytaki bugungi videoda biz ana bu yerda video tahlilni o'rganamiz. Birinchi o'rinda kiramiz. Yozamiz. BMW deb yozsak chiqadi. Endi bu yerdan bitta rasmlar bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan bitta mana bu. Bosamiz. Buni bosamiz. Hozir buni bossak. Bu yerda screenshot. Ana bu yerda chiqadi. Bosilgani yo'q. Biling. Nimaga bosilgani yo'q bu? Короче. Bosamiz. O'tkazamiz. Ana buni bosamiz. Boshqa nima bossam chiqyapti-yu. Nega bu chiqmaydi? Mana hammasi chiqyapti. Hammasi chiqyapti. Nega pastdagilar chiqmayapti? Hozir o'zim rasmlarni olib videoni yoqaman. Bo'ldilar mana rasmlarni ham tahlil oldim mana. Mana barcha rasmlar. Endi pastga kiramiz. Biling, derazaga kiraman. Chiq. Inshootga kiramiz. Bizdan bosamiz, new'ni bosamiz. Endi bu yerda mana bu. De. 14. Yaxshi, endi mana buni bosamiz. Ana. Cho'tka bo'ldi. Endi mana bu yerga ana bu joyga bosamiz. Ana buni bosamiz. Mana buni bosamiz. Mana buni bosamiz. Mana ko'rib qo'yinglar. Endi so'z yozamiz. Tekstga kiramiz. Qaysi legenda? Qaysi legenda deymiz? Okey. Qaysi mashina legenda ko'ramiz. Ko'rib chiqamiz. Mana bu yerga yozamiz. Bu yerga ham tekst yozamiz. Malibu. Like. Ana buni qo'ysak oldi. Mana bu yerga Mers obuna. Mers obuna. BMW hammasi. Endi naqli bo'lsa ok. Ana qaysi legenda? Malibu, Like, Mercedes, obuna, BMW hammasi. O'zgartirsa ham bo'ladi. Detal qo'shamiz.
Hamma narsasi bor. Bilgan biladi buni. Ishlatib ko'ringlar. Tavsiya beraman. Endi okey. Endi bu videoni kattalashtiramiz va mana shu yerdan skrin video qilish kerak. Ortalar hozirchalik videoni o'chiraman.